Uf, shu g'alat taktik o'zing jonimga tegdi. Yana nima qilging kelyapti? Aytdim-ku, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Hazillashma. Rostdan sizdan kalta yegim kelyapti. Rahmat. Keyin qamalib ketiya. Tezroq bo'ling, bola talab qilyapti. Ha, bo'pti. Shu ham urushma, mujikka o'xshab chekkanga tortib yuboring yoki shunaqa o'darib bering, qaytib tura olmay. Xo'p. Ha, kuyov bola, kuchingiz ko'payib qoldimi? Voy dadasi, asabiylashmay, sizni qon bosimingiz oshib ketadi. Ha, turqay qursin sani. Qo'ling akashay bo'lgur. Kuching qizimga yetdimi? Boshingiz bitta soyimi shu bilan. Yo'q, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Men emas, bu o'zi gapir. Uydagilarimga baqirib do'q qilishingizni xohlayapman. Nima? Aytdim-ku, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Sen taktik ko'zmas jinni bo'lib qolgansan. Ha, urdim, nima edi? Kerak bo'lsa tepaman. Bo'ladimi? Adamni yoqasiga olganingizda yana ham zo'r chiqardi. O jinni nima o'rtoqlarimni chaqirtirdi endi? Ularni oldida mazza qilib ustimdan kulib, yerga urishingizni xohlayapmiz. O sani toming. O'rta tezlashinglar vaqt yo'q. O'zim ham bunga emas, ana o'rtog'i Nappiga uylanishim kerak edi. Yana. Aha. Turishini qaraman, mana basharani. Oyog'i ham pishig'may. Lekin o'rtoq haqiqatan ham zo'r narsa aytdi. Men sani uchun ataylab do'kondan olib keldim. Gazak semishkasi. Buni chaqsang taktik o'zing ham esimdan chiqib ketadi. Gazakdan yaqinda yangi mahsuloti ham chiqdi. Omading kelsa buning ichidan $5 pul ham chiqib qolishi mumkin. Rostdan zo'r ekan. Ay, yana boshlandi. Uf, yana nima qilging kelyapti? O'rtoqlaringiz bilan dachaga 10 kunga ketishingizni xohlayapman. Voy, sovchilik keldimi? O, nima qilib sovchi kelsan? Tushunmadim, sen hozir xursand bo'lyapsanmi? Kuyov bola ham kelganmi? Anani, qizingizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Voy o'rgilik bemalol. Qizim choy olib Hozir oyijon. Stop. Shumi bo'lajak kuyov bola? Basharani qara, turishak. Turshi emas aka, g'irtlatda-yu. Va, normalniku. Sotak. Yo'l bo'lsin. Mehmonlarga choy olib bormanman. Hozir chiroyli kiyimlarda o'zingga qarab borsang, o'lib turgan ekan deb o'ylashadi. Ha, nima qilay unda? Qiz o'lib bo'lib qolmadimi? Voy, qizingiz qolib ketdilarmi? Uzr, hozir. Qizim. O, men bu ko'ylak boshqacha chiqibdi. Makiyaj ham вообще udar. Blin, ujus. Jinnimisizlar, bu nima qilganinglar? Sovchilarning oldiga shunaqa boramanmi? Yo, bunaqa bormaysan. Mana shu atir hidini ham yo'qotishimiz kerak. Uf, aka, shu paytda molxonada nima bor? Yo, yana ozgina ishla. Ming marta tushuntirdik. Atirlarni sepib likchillab borsang, ersirab qopti deb o'ylaydi. Ma, endi bemalol borsang bo'ladi. Ko'rdingmi, bu tabiiyda. Fu, naro turing. Voy, qizingizni rosa maqtash. Voy, meni qizim shunaqa olifta. Ko'rinib turibdi. Voy, shunaqa o'ziga qaraydi. Voy, atirlarni aytmaysizmi? Voy, tappan hidi kelyaptimi? O'zi qizingiz nima ish qiladi? Ha, qizim Reskul maktabini bitirib, yaqinda medinstitutga kirdi. Ha, u maktabga 7-sinfdan 9-sinfgacha qabul qilinadi. Kimyo, biologiya va boshqa fanlar chuqurlashtirilgan holatda o'qitiladi. Darslar yotoq rejimida bo'ladi. Qabul 10-iyundan 10-iyulgacha bo'ladi. Voy, kelajagi bor ekan, opa. Voy, qizingiz bizga yoqdi, o'zimiz kelin qilamiz. Voy, asalim, baxtli bo'ling. Men senga aytdim, yuziga anundan ham ozgina chaplaylik deb. Ketdi mana. Aka, anu qo'nqi kuyovingiz meni urib, uydan haydab yubordi. Nima? Hozir men borib uni. Kuyovingiz oldiga borishi shart emas. Ha? Qo'lingizni oling. Uzr, yomon tegmadimi? Uyingizga ekanmi, chuqur ko'rsin. Yo'lkaga puling bormidi? Yaxshi yetib oling, kinaya. Oyi, bekor qaychi quda bo'lganimizda nuqul qudalar bir-birimizga qarab ish tutamiz. Nima, xalaqit beryapmanmi? Yo'q, mazza-yu, prosta san kelganingda keyin ketishi yomonda. Shalpaymasdan tush oldimga. Quda? Hoy quda. Kelinglar, oyi. Quda xola. Ha, quda. Qizimizni sizga mushoq urish uchun bergan ekanmiz-da. Oyi. Ha, biz ham qizimizni koptirga o'xshab tepishinglar uchun bergan ekanmiz-da. Qitig'lama. Voy quda, o'rgilik hazillashamanda. Qani kelin bitta choy damlangchi. Mayli qo'ying, bizani kelin damlab beradi. Bora qoling kelin. Boshlandi. Keldingmi? Mendan xafamisan? Aka, voy, oshxonani ahvolini qaranglar. Men qizlik davrimda chinni chiroq qilib olib o'tirar edim. Ha, Sardor aka, men ham uyga borganda ko'rdim oshxonani, qo'rqib qochib chiqib ketdim. Keling bo'ladi, sani qaynasing. Xullas o'zinglar hal qilinglar. Choy qani endi?
Xudo xafa bo'lmaysiz, kelinim sal beparosat turadi. Voy quda, sirayam xajolat bo'lmang. Mani kelinim siznikidan battar. G'irt mol. Voy quda, shunaqa aqlli, shunaqa chiroyli qiz tarbiya qilgansiz. Sizga ming rahmat. Voy aylaning Xudo, voy sizni qizingizni ta'riflashga til ojiz. O'ynoning, sassiqcha. Bo'pti opa, yaxshi aytib olinglar. Voy quda, kenja o'g'lingizmi? Ha, buni ham uylantirishimiz kerak, qiz qidiryapmiz. Voy, meni kichkina qizim ham yaqinda o'qishda bitirdi. Yo'q, faqat bu emas. Mayli uka, yaxshi yetib ol. Oyimga salom aytgin. Bo'pti. Menga qara, nima ukang bilan quchoqlashib xayrlashyapsan? Nima qilib dadasi ukam-ku? Ha, ukang bo'lsa quchoqlaverish kerakmi? Katta bo'lib qolibdi-ku. Bo'yi. Mana keling, kartoshkangiz. Rahmat. Ha, mana shundan Yo'q demang, oling, jonim. Rahmat. bu yoqqa kelsan, jonim dedingmi? O'man seni o'ldiraman, shundaymi? Men sizga nima qildim aka? Uzra. O'ldingiz endi qamaldingiz. Ho'la be, hozir. Voy, dadasi. Ha? Sen shunaqa begona erkak kishi chaqirsa likkilab darvozani ochib o'rasanmi? Xo'p, uzr. Och, begona dedim. Ha, Mahmudchimi? Bo'ldi, buni olamiz. Siz bu yoqqa yoting, xo'jayingiz chiqib turadilar. Chiqib turing. Xo'p. Doktor, ish qilib bormaydimi? Bo'ldi, kerak emas. O'zim olaman tishini. Voy, dadasi jinnimisiz? Hech nima qilmaydi, aql. Bu yoqqa bering, o'zim olaman. O'zingizni oling. O, mana oson ekan u. Yo'q, yaxshi, faqat boshqa tishini olish kerak-da. Bolalikdagi hayit bayrami. Arafa kuni hammanikida osh qilinardi. Yema qalamchasini, yomon bo'ladi. Hamma uyda osh qilinishini bilib turib ham bir-biriga osh chiqarilardi. Osh olib chiqilgan idish ham hech qachon bo'sh qaytmasdi. Oyim beraverdilar. Rahmat. Bu ham osh ekan u. Uzoqdagi qarindoshi uyiga osh olib borish unchalik yoqmasdi. O, Karim tog'amniki men olib boraman. Men olib boraman. Agar u ko'p hayitlik beradigan qarindoshing bo'lsa, borish hattoki talash bo'lardi. Ertasi kuni har xil oshlardan iborat mix oshni oying isitib, vaqtli nonushta tayyorlardi va bu oila davrasida boshqacha ketardi. O'sha kuni eng qiziydigan joy bu qo'y bozori bo'lsa kerak. Aka, bu kichkina-yu. Ukam senga so'yganimi yo uylanmoqchimisan? Umrida supurgi ushlamagan ayrim qizlarga o'sha kuni o'zini ko'rsatib olishga imkoniyat tug'ilib qolardi. Assalomu alaykum. Yuring aka, bo'ldi, nima qilyapsiz? O, sen nech pul yig'ibsan? Mana shuncha. Mamining ikkita qilib beraymi? Mana, bu ikkita pul zo'rda bu. To'plagan hayitligimizni hisoblab bir-birimizga maqtanardik va 10 ming pulimizga 100 minglik plan qilardik. Va baribir oxirida oladigan narsamiz aniq. Xo'rozqand, olmaqand, bodroq va hokazo. Baribir bolalikdagi bayramlarning fayzi boshqacha bo'lardi, nima deylar? Yoshlik sani o'ylamagankan. Voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy, tomoq og'riq bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring, tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyjon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasalvan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim oyjon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman-ku. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, oddiy ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sag'al kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyjon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansiz-da, kelin. Bitta yarimta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman yo o'zimni sotaymi? Ana pensiyangiz bor-ku? Fu, mana pensiya. Voy, o'ling, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi, Oyjon, Uf, yana nima balo bo'ldi? haligi men Voy, o'ling. Voy, hushidan ketdimi? Rostdan mazasi yo'q shekilli. Bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniki tashab kelasan. Dadasi, ozib ancha yoshardimmi? Ha, bo'ldi, tugataver. Men bu foydasi yo'q. Nima dedingiz?
Ha, qara obrish to'lib turibdi, lop loyiq. Ha, o'zing bilan tenga uylanma, 10 yildan keyin ona bolaga o'xshab qolasizlar desa quloq solmayman. Mana ahvol. Kelinglar, sizlarga nima beray? Ha, bizga ikkita energetik. Sizga mayli-yu, brat, yosh kattalarga mumkin emas-da, yurak o'ynatib, davlendan ko'tarib yuborish mumkin-da. Sizlardan 25 ming bo'ldi. 20 ming bersanglar roziman. Abdumannonov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, qalaysiz? Voy ustoz 10 yil o'tib ketdi, lekin umuman o'zgarmagansiz. Siz ham o'sha-o'shasiz. O'shanda parallel sinfdoshingizga uylanmoqchi edingiz, nima bo'ldi? Ha, uylanganman. Kelin qani, uydamilar? Tushunmadim. Ay, o'zingni bos, yur bu yoqqa. Abdumannonov, uyatda, hali ham o'zingizdan kattani sanlab yuribsiz. Bilaman, men bilan yurishga uyalasiz. O'sha bilatnoy qizlaringiz menga o'xshab 2-3 ta tug'ib olsinchi, ko'raman ahvolini. Jonimga tegdi, ketaman. Yo, sen noto'g'ri tushunyapsan. Xafa bo'lmagin, men senga xohlagan narsangni olib beraman. Yana nima qilay? Oyog'im og'riyapti. Ko'tarib oling. Voy. Urgansang bo'lmaydimi? Qara onasini boshiga ko'tarib yuribdi. Mana aka og'iri bilan. Unga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo, kartochka yo'q lekin. Men bu tennis koptok. Men bilan tarvuz. Men bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'libdi, shuni 15 qilib yubor ya. Ha, mayli. Qarang, 17 minglik bo'pti-da, tekis 20 minglik qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab pochchang ko'rmasin. Bundan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan olib nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz shu o'rtasida? Quvonchka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musorga tashlab o'tib ketasiz, qizarsiz. Tavba qildim, gapingizni qarang. Dadasi, siz sasyapsizmi? Yo'q-e? Bu nom yog'i yoz issiq, sal o'zingizga qarab cho'milib, yuvinib yuring, baraka topgur. Ha, xo'p, Ha? Chiqdingizmi? 2 soatdan beri kutibman. Nima qilay, cho'mildim-da, yoz-ku. Delfin bo'lib keting, bir kunda 10 marta cho'milib. Menga suv qoldimi o'zi? Yurmay, bo'ldi. Yaqinga qulog'im. Mana kim bolasi? Ha, meni bolam? Sizni bolangiz bo'lsa, ota bo'lib bir tarbiya bering, urishing kerak bo'lsa, uring. Xo'p. Bu yoqqa nimaga to'polon qilyapsan? O'ldiraman hozir bu yoqqa kelsan. Nima urasiz bolani? Ha? Bitta joyingiz achib tug'magansiz-da, qo'lingizni tekkizmang. O'sha qo'lingizdagi remingga o'zingiz osib tashlayman. Dadasi menga oxirgi marta qachon podarka qilganingiz esingizdami? To'g'ri. O'sha payt dinozavrlar ham tirik edi. Mana qulog'imdagi sirg'am yaqinda chirib tushadi. Yangisini hali ber olmasam kerak-a? Onajonisi, olib keldim. Dadasi, shu kallangiz ishlamaydi. Shu tillangizni puliga bilasizmi, qancha go'sht berardi? Ha, bir oy yardik mazza qilib. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Odamlar eriga o'shanda quyuqqina hayallashishni ham bilmaysiz. Ha, nima qilay? Dugonalarim eri ishga ketayotganda xotinini o'pib, quchoqlab ketadi. Bo'pti, men ishga ketyapman. Ketavering. Xayrlashmaysanmi? Ko'pi kunduzi siz uyalmaysizmi? Mana yerda bolalaringiz bor, ana yerda oyijon ko'rib qolsa nima deydi? Suyuq.